Assalomu alaykum. Bugun bizning obyektimiz 3 xonali uyimizda Parkwoodda joylashgan. 83 kvadrat umumiy avtorskiy Yevroremont. Odilxo'ja, xush kelibsiz. Endi bu Etaj nechi buni? Bu 3-etajimizda 3 xona, 2 ta sanuzel bilan. Buni bitta tushuntirib beramiz endi. Bo'ldi. Qani ketdi ko'rsatib o'tamiz. Bu zal, mana qarang, dekorativni har bitta detalga narsa berilgan. Bu uy необыкновенный, bu va travertinam ishlatilgan. Mana toshmi? Bu naturalniy travertin qilingan, bu naturalniy shipon qilingan. Hech qanaqa mana nima edi? Mana hozir ko'p qilishyapti-ku. Paketmi, laminatmi? Bu naturalniy shipon. Полностью. Xuddi shunaqa. Buni qarang. Полный shipon ekan lekin. Ha, bu endi italyanskiylar anaqasini olib Mana keltirgan. haligini ko'rdim-da, mana buncha ochiladi. Bu umniy dom, полный anaqasi, pardalar ochiladi, ikkita balkon, vidlarni ko'rsangiz, полный dvorga. Parkka qarab turgan vidlari bor. Xuddi Endi shunaqa. mana tarigani qilsalar, yaxshi ko'rasizlar deyman, tariga qarang. Bu endi oxirgi zamonaviy. Mana qarang. Qayerda ko'rgansizlar? Mana shuni kommentariyada qoldirib ketinglar. Mana shu Shundoq kelib, qani xo'jayin ovqat olib bolalar olib kelib, bemalol. Ha deb oyoq ish olib keladimi? Lekin uyda patologi, lustralari bu boshqacha, nemishin eganda bor-ku. Xuddi shunaqa. Va yana e'tibor bering, bularning eshiklari standart emas. Bu juda ham baland. 2,5 ga yaqin patologda. Va narxlarga chem baland bo'lishiga ham bu narx Juda chiroyli ko'rsatyapti. xuddi shunaqa. Bu endi studiya emas. Ha, sizlarga yoqadigan narsa bu. Xuddi shunaqa. Men bitta ovqat qilib, men bundoq qilib ozgina tuz solaymi deb shunaqa o'tiramiz. Uni quyma tosh ekan. Ha, bu naturalniy tosh. Mana bu hamma полный потолок anaqasini qo'yilgan. Endi bu vычка. Rukalarga ham olib qo'yibdi dashi. Mana bu yoqda skret xolodilnik bor ekan. Va yana Bu ham balkon bo'sh ekan. Bu yoqda kattagina balkonimiz bor. Dvorga qarab turgan ekan. Bitta ko'rsatib yuboramizmi? Mazza-da bor. Bu domda yashash Посудомойка ham bor ekan. Lokatsiyada idealniy lokatsiyada joylashganda bu Mirobodda eng zo'r joyi-ku. Endi men bilasiz-ku, ayol kishi bo'lib menga oshxona ko'proq yoqadi-da. Baribir ayollarga oshxona birinchi o'rinda bo'ladi-yu. Ammo qarang. Kirishimizni qarang. Bu kirishimiz endi ko'chadan kirganlar. Ko'chadan kirganlar. Dekorniy zona ekan mana bu joylarimiz. Ko'rsatib yuboring mana buni. Shkaflar mana. Patolog polni qilingan. Materiali juda ham zo'r. Mana bular hammasi shipondan qilingan ekan. Dekorlar qilingan, kitoblar qo'ysangiz bo'ladi. Skrytый двери, eshiklar. Qarang, skrytый dver. Endi men bilasiz-ku, yarim ruscha, yarim o'zbekcha. Mayli, hech narsa qilmaydi. Bizning obunachilarga yoqaveradi. Anani qarang, zo'rligini. Kafellar matviy qilingan zo'r ekan bola. Endi mana buni qarang. Yonishni qarang, buni qarang, qancha chiroyli qo'ygan. Bu bilasizmi, egasi aytdilar, bu hammasi travertindan qilingan, naturalniy travertin. Naturalniy travertin ekan mana bilasizlar. Полный, bu полный shu xuddi shipon. Patologlar 320. Mana devorlar gradusini qarang. Ko'z anaqa yo'q, burchak yo'q, bittasidan burchak yo'q ekan. Hozir ko'pchilik ko'rayotgan bo'lsangiz, Dubay stilida shunaqa qilishyapti. Bu ham xuddi avtorskiy Yevroremont. Bu yoqda ham bitta spalnamiz. O'ting, Odilxo'ja. Mana buni qaranglar. Materialni qarang, yumshoqligini qarang, barxtniga o'xshaydi mana bular bor. Kimda Dubayda uy oladi? Mana tayyor uy. Dubay shartmi? Mana O'zbekiston Dubaydan qolishmaydi. Mana bu joylarni qarang. Keyin bilasizmi, yana nima bu yerda plyuslari? Bitta brilliantlar soladi. Rolex soatlarni sotib qo'yishadi. Bu uyda brillianti borlar oladi lekin. Keyin o'tda oyoq kiyimi mana bunaqa hozir yangicha sistema qo'yilgan. Uni tortib. Mana bemalol 40 ta oyoq kiyim. Ayollarimiz oyoq kiyimi ko'p bo'ladi, mana sizlarga joy. Hech erkak kishilar ham qolib ketishmaydi. Ha, bizda lekin bu yerda ham balkon. Bu yerda ham balkon. Ochib ko'rsatasizmi? Mana hujjatlarini. Mana bularni polностью tosh ekan. Mana bu yerda ko'rsatib yuboringlar. Mana tush. Bu nima edi? Bu nima? Alcantara. Alcantara deydi. Mana bunaqa bo'ladi, ko'rasizlar? Bu originali, tozasi bo'ladi. Uni tozasi bo'lmasa mana bunaqangi iz chiqmaydi bundan umuman. Bu yerda matraslari hammasi italyanskiy ortopediskiy matraslar. Вообще dahshat. Mana bu yerda ham balkonimiz bor ekan. To'g'ri detskiy plashatkaga qarab turgan ekan. Bolalaringizni shunday olib chiqasiz, o'ynaveradi, maza qilib. Hoy, kir bo'ldi, choyda ichgin, ovqatlan, maktabga ket. Bemalol gapirib turaverasiz. Odilxo'ja, aytdingizmi, bu yerda hamma yoqda теплый pol. Da, 100% теплый pol. Hamma joyda skvoznoy balkonlar bor, oynalar. Общий ikkita sanuzildan iborat Parkwood'dagi 83 kvadratli. Bu xonamizni qarang. Bu master spalnamiz ekan. Master spalnya o'zini alohida sanuzellari bilan. Voy, sanuzelni qarang, men bitta ko'raychi. Wow. Dahshat. Lekin mana shkoflarini zo'r qilib qo'ygan. Garderob ham kerak emasmi? Bemalol. Mana bu qarang. Pultda yonib o'char ekan, qarang. Keyin bilasizmi, bemalol baribir aeroportga boraman degan
bagaj sumkalarni sig'adigan joyimiz ham bor. Qarang, Polkani ko'pligini qarang. joy namozni ham qo'yib qo'yishganlar. Namozon kelib qo'ygan ekan. Endi u yaqinda ro'za ayyomi, hammaga unaqa uylar nasib qilsa, ilohim. Kimga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Duo qilib qo'yinglar. Bizga ham nasib Bizga qilsa. ham nasib qilsa shunaqa xonadonlarda yashash birgalikda. Qilgan obzorimiz yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Shunaqangi kvartiralar kerak bo'lsa, Sabinaga yoki menga bemalol chiqishingiz mumkin, xudo xohlasa. Yoqqan bo'lsa, klass. Chiroyli narxda qilib beramiz. Uyimiz narxi necha bo'ladi? Narximizni opisiyaniyada yozamiz. Opisiyaniyada yozib qo'yamiz. Bemalol kirib ko'ringlar, u yerda opisiyaniyada yoziladi narx. Ha, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha.